Hello, dear friends. Today, 12th of January 2026 this year, and now I will teach you possessive adjectives. Assalomu alaykum azizlar. Bugun 12 yanvar 2026-yil. Bugun possessive adjectives mavzusini o'tamiz. Possessive adjective bu egalik almashlari degani. Undan oldin kishilik almashlarini tushuntirib berishim kerak. Kishilik almashlari bu I, you, he, she, it, we, they. Bular kishilik almashlari deyiladi. Endi esa egalik almashlariga navbat. Egalik almashlari bu bizning nimamizgadir egalik qilish maqsadida aytadigan almashlarimiz hisoblanadi. Bular o'zbek tilida mening, sen, meniki, mening, masalan mening sumkam, mening yubkam yoki mening mashinam yoki uning kurtkasi, xuddi shunday narsalar egalik almashlari hisoblanadi. Ya'ni o'sha narsa kimga tegishliligini ifodalab keltiruvchi narsa hisoblanadi. Bularga I ning egalik almashi my bo'ladi. You ning egalik almashi your. Sizning my, mening, your, sizning, sening yoki sizlarning degan tarjimasi ham bor. He, his, uning, o'g'il bolalarga uchun he o'g'il bolalarga u nisbati u degan tarjimada ishlatiladi. His esa uning ma'nosida ishlatiladi. She qiz bolalarga nisbatan u degani esingizda bo'lsa, her esa qiz bolalarga nisbatan uning degan ma'noni anglatadi. Qisqartirib, o'g'il bu qiz bolalar uchun, bu esa o'g'il bolalar uchun. It narsalar va hayvonlarga nisbatan ishlatilib, u degan ma'noni anglatadi. Uning degan ma'nosi it's. It is emas, it is emas, it's. We bizning, biz, bizning degan tarjimasida our ishlatiladi. They ular, their ularning degan tarjimada ishlatiladi. Ya'ni uning narsalar hayvonlar uchun, bizning hamda ularning. Buning o'zining formulasi yo'q, lekin bitta narsani eslab qolishingiz kerak. Har doim mana shu kishilik almashlar, egalik almashlaridan keyin kishilik almashlarda yordamchi fe'llar ishlatardik, esingizda bo'lsa. Egalik almashlaridan keyin esa har doim noun keladi. Noun bu ot degani. Ya'ni my am yoki my is degan narsalar ingliz tilida mavjud emas va agar siz bunday gap tuzsangiz, siz juda ham katta xato qilgan bo'lasiz. Gaplar qanday tuziladi? Masalan, my book. Mening kitobim. Kitob bu ot, ya'ni nima degan so'roqqa javob bo'ladi. My esa mening degan tarjimani bildiradi. Mening kitobim bu kitob bizga tegishli ekanligini ifodalovchi narsa hisoblanadi. Ya'ni kitob o'zimizniki. Shuning uchun my book deymiz. Agar bizning uyimiz degan ma'noni ishlatmoqchi bo'lsangiz, unda siz our house. Bizning uyimiz. Buni albatta ko'plikda ham ishlatilishi mumkin. Masalan, their flowers. Ularning gullari. Mana s qo'shimchasini qo'shyapman. Lar qo'shimchasi. Their ularning. S qo'shimchasi egalik almashlardan keyin keladigan otga qo'shiladi. Ours, mine, theirs degan narsa mavjud emas. Agar siz bu tarzda yozadigan bo'lsangiz, sizning gapingiz yoki so'z birikmangiz xato bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim otga, faqatgina otga s qo'shiladi. Their o'z holicha qoladi. Endi mening katta mashinam yoki mening chiroyli bog'im degan narsalar ham ishlatiladi albatta. Bularni ifodalashda yaxshilab eslab qoling. Buni yana qayta o'tamiz.
Their mana shuga tuzyapman. Their beautiful sorry. Their ularning chiroyli beautiful flower ularning chiroyli guli yoki flowers gullari. Ko'rib turganingizdek sifat otdan oldin ishlatilyapti. Agar buni tuzishda qiynaladigan bo'lsangiz, shunchaki our house, my book, their flowers degan so'zlardan foydalanishingiz mumkin. Xo'sh, bular gapda qanday ishlatilishi mumkin? Maxsus ko'rsatkich almashlari bo'ladi va aynan shular bilan birgalikda mana shu possessive adjectives, ya'ni egalik almashlari ishlatiladi.